Slalomda eshkak eshish sport turi bilan respublikamizning qator viloyatlarida faol shug'ullanishadi. Olimpiya dasturiga Parij musobaqalarida kiritilgan kayak kross bellashuvlari ushbu sport vakillari orasida katta qiziqish uyg'otyapti. Bugungi dasturimiz aynan slalomda eshkak eshish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi tayyorgarlik jarayoni haqida. Avval esa yurtimiz sportiga oid muhim voqealar bilan tanishib olamiz. Peru poytaxti Lima shahrida og'ir atletika bo'yicha o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati o'z yakuniga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtimiz Qudratbek Salimjonov 109 kg vazn toifasining dast ko'tarish mashqida bronza medaliga sazovor bo'ldi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi mazkur musobaqada 3 ta oltin, 7 ta kumush va 7 ta bronza, jami 17 ta medal jamg'ardi. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turniriga mezbonlik qildi. Musobaqaning so'nggi kunida 100 kg dan og'ir bo'lgan vazn toifadagi bellashuvlarda O'tkirbek To'raboyev bronza medalga sazovor bo'ldi. Shu tariqa hamyurtlarimiz mazkur musobaqani 1 ta kumush va 4 ta bronza medallari bilan yakunlashdi. Misrda tashkil etilgan badiiy gimnastika bo'yicha xalqaro turnirda hamyurtlarimiz muvaffaqiyatli qatnashdi. 22 davlat vakillari orasida bizning sportchi qizlarimiz guruh mashqlarida ishtirok etdilar. Rushana Rustam va shogirdlari musobaqa doirasida 2 ta kumush medalga sazovor bo'lishdi. Mamlakatimizning eng ilg'or ot sporti vakillari 30 ga yaqin ot va 20 ga yaqin tajribali chavandoz xalqaro miqyosdagi yirik musobaqalarda qatnashish uchun safarga otlandi. Sportchilarimiz bir qator mamlakatlar, jumladan Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Tailand, Italiya, Fransiya, Saudiya Arabistoni, Shveysariya, Polsha, Germaniya, Bolgariya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Monako, AQSh va Argentinada tashkil etiladigan musobaqalarda qatnashadi. Turnirlar doirasida ot sportining turli yo'nalishlari bo'yicha bellashuvlar bo'lib o'tadi. Bu musobaqalar nafaqat sportchilarimizning tajribasini oshirish, balki xalqaro maydonda O'zbekiston bayrog'ini faxr bilan baland ko'tarish imkoniyatini ham beradi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu safar orqali jahon arenalarida o'z mahoratini namoyon etish, xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallash hamda 2028-yilda bo'lib o'tadigan nufuzli Olimpiya o'yinlariga munosib tayyorgarlik ko'rishni maqsad qilgan. Bu yil O'zbekiston slalomda eshkak eshish bo'yicha terma jamoasida avlodlar almashuvi bo'lib, tajribali sportchilarimiz murabbiylik faoliyatlarini boshlashdi. Ko'p karra Osiyo va O'zbekiston chempioni hamda sovrindori Alibek Temirgaliyev ham endi bor bilim mahoratini yosh iste'dodlar bilan bo'lishib kelyapti. Ustozlikning mashaqqatlari haqida murabbiyimiz so'z yuritdi. Я не думал, что так будет тяжело. С этого года я стал тренером. Yil boshidan menga katta vazifalar ishonib topshirildi. Men murabbiylik faoliyatimni boshladim. Bu darajada qiyin bo'ladi deb o'ylamagan edim. Murabbiylikning men xayolimga ham kelmagan katta mas'uliyati bor. Avvalo har bir sportchi bilan individual tarzda yondashib ishlash talab etiladi. Sportchilarning tabiati esa o'ziga xos turli xil bo'ladi. Alayinda yaqinda 2 oylik o'quv mashg'ulot yig'inlarida bo'lib qaytdik. Juda qiziqarli o'tdi. Har bir mashg'ulotdan so'ng sportchilar o'tgan jarayonni muhokama qilish uchun yonimga yig'ilishadi va ularning xato va kamchiliklarini birga ko'rib chiqdik. Albatta bizga bunday tajriba oldindagi Osiyo chempionati bahslarida ishtirok etishimiz uchun juda kerak edi. Yigitlar munosib tarzda vatanimiz sha'nini himoya qilishdi. Qit'a birinchiligi doirasida 2 ta oltin, 2 ta kumush va 5 ta bronza medallarini qo'lga kiritgan jamoa bildirilgan ishonchni oqladi. Qiziqarlisi, shohsupaga ko'tarilgan sportchilarimiz orasida hali juda yosh bo'lsa-da, kuchli salohiyatga ega slalomchilar joy egallashdi. Один 14-летний взял бронзу.
Bronza medallarni qo'lga kiritgan shogirdlarimiz orasida 14 va 15 yoshli sportchilar borligi bizni quvontiradi. Ular boshlangan olimpiya siklida kerakli tajribaga ega chiqishyapti. Albatta biz ularni mahoratlarini mavsum davomida mukammallashtirib, yanada yuqori cho'qqilarni zabt etamiz deb hisoblayman. Birinchi musobaqamiz Tailandda bo'lib o'tdi, Pattaya shahrida. Undan oldin biz Dubayda o'quv yig'in mashqlarini olib bordik. Undan keyin Osiyo chempionatiga bordik. Osiyo chempionatida trenirovka qildik. Undan keyin musobaqalar bo'lib o'tdi. Musobaqada men bronza medalni qo'lga kiritdim. Musobaqada o'ziga yarasha hayajon, mashaqqat bo'ldi, qiyinchiliklar bo'ldi. Trenerlarimiz hamma qo'llaridan kelganicha bizga maslahatlarni berib o'rgatishdi. Biz ham qo'limizdan kelganini qildik. Oldinda hozir o'quv yig'in mashqlari olib borilyapti. Hozir o'quv yig'in mashqlari olib borilyapti. Oldinda 8-maydan 11-maygacha O'zbekiston chempionati U23 bo'lib o'tadi. O'sha musobaqada oldingi birinchi o'rinni olish niyat qilganman. Raqobat har doimgidek kuchli. Iloji boricha oldingi o'rinni olishga harakat qilamiz. Osiyo chempionatida men bronza medalni oldim. Bu Osiyo chempionatida birinchi marta birinchi medalim. Niyatlarim narigi yilga Osiyo chempionatida bu safar oltin medalni olish. Keyin kelayotgan jahon chempionatida ham oltin medalni olish. Men birinchi Dubayda bo'ldim. U yerda o'quv mashg'uloti bo'ldi, tayyorgarchilik, Tailanddagi musobaqaga. Keyin Tailandga bordik. U yerda jamoaviy bellashuvda 3-o'rinni oldim. Men uchun bu birinchi musobaqa edi. Ancha hayajon bosdi. Bu sportda 3 yildan beri shug'ullanaman. Men Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Qunzay mahallasida istiqomat qilaman. Mahallamizda sport sessiyasi ochilganda o'shanga qiziqib borganman. Oldimdagi maqsadlarim shu, keyingi musobaqalarda yutish, birinchi o'rinlar olish. Jamoadoshlarim hammasi yaxshi, katta akalardan o'rganib boryapmiz. Aytib o'tish joiz, o'tgan yili tashkil qilingan Parij Olimpiadasi dasturiga ushbu sport turining yangi yo'nalishi kiritilgan bo'lib, bugunda kayak krossga sportchilar katta qiziqish bildirib kelishmoqda. Muhimi shu yo'nalishda ham vakillarimiz Osiyo chempionati doirasida 2 bronza medallariga ega chiqishdi va albatta ushbu mavsumda Olimpiada litsenziyasi uchun kurash olib borishni reja qilmoqdalar. Bizning o'quv yig'inimiz birinchi boshlangani Olimpiadaga tayyorgarlikni birinchi o'rinda Arab Emiratlaridan boshladik, o'quv yig'in mashqlaridan. U yerda juda ko'plab kuchli sportchilar butun dunyodan kelgan. Ulardan sir asrorlarni o'rganib, kerakli mahoratlarni o'rganib, undan keyin esa Osiyo chempionati Tailandga bordik. U yerda ekstrem slalom yo'nalishi bo'yicha ham musobaqa o'tkazildi. Bu meni birinchi ekstrem slalom yo'nalishi bo'yicha birinchi musobaqam bo'ldi. Yirik musobaqam bo'ldi. U yerda juda ham kuchli sportsmenlardan biri bo'lgan yaponiyaz Yu Mishima bo'ldi. Shu kuchli sportsmenlar bilan birga raqobatlashdim va ekstrem slalom yo'nalishi bo'yicha 3-o'rinni oldim. Slalomda eshkakish turi bo'yicha yangi kategoriya ochilgani to'g'ri. Bu ekstrem slalom deb ataladi, kayak cross. U yerda birinchilik kvalifikatsiya, ya'ni saralash jarayonida o'zingiz gonka qilasiz, ya'ni musobaqalashasiz. O'zingiz vaqtingizni yangilashingiz kerak. Undan keyin esa ekstrem slalomda 4 kishilik jang boshlanadi. Ya'ni, bizning uchun jang deb hisoblanadi. U yerda start oddiy boshlanmaydi, rampadan sakranadi, 3-4 metrdan sakranadi. Shunda sakrab 4 kishi birdaniga sakraydi, 4 ta raqib. Uning ichida 4-inchisi siz bo'lishingiz mumkin. Bu yo'nalish juda katta mahorat
talab etadi hamda shuningdek katta kuch ham, o'ziga bo'lgan ishonch. O'ylaymanki, ekstrem slalom yo'nalishida kuchli sportsmenlar, hammasi kuchli sportsmenlar hisoblanadi. Kayak crossda kvalifikatsiya, ya'ni saralash jarayonida har bitta ishtirokchi o'zi musobaqalashadi, o'zini vaqtini ko'rsatish uchun. Shu ko'rsatgani vaqti agar yaxshi chiqsa, birinchi o'ringa chiqsa, shunda ham medal olishi mumkin. Undan tashqari saralangani uchun hamda 4 talik, mana aytib o'tgandek, 4 talik jangda ham qatnashadi. Bu mavsum yaxshi boshlandi. Musobaqalarda o'rinlarni olib, yaxshi o'rin olib, endi hozir yana U23 ga tayyorgarlik. Xudo xohlasa, ham yaxshi natijalarni olish. Endi Tailandda ancha hayajon bosganiga, qo'rqib yurganimga yaxshi natija ko'rsata olmadim. Xudo xohlasa, yana kelgan Tailandga chiqsak, yaxshi natijalarni olib kelish. Oldimda U23 musobaqasi bor, xudo xohlasa mayda. Bu sport turiga o'z aslida oddiy suzishga chiqqanman birinchi, keyin o'sha yaxshi o'rganganimga trenerlarim mana shu sportga berishgan. O'sha basseynimiz o'zimiz ichida olib o'tishgan. Keyin mana shu sport bilan qolganmiz. Bunday musobaqalarda ham yaxshi natijalarni ko'rsatib, kattalarni yutib, xudo xohlasa yana kelgan chet ellarda yutib, yaxshi o'rin olib kelish. Poytaxtimizda tashkil qilingan o'quv mashg'ulot yig'inida yurtimizning turli xil viloyatlari va Toshkent shahridan sportchilar ishtirok etishdi. Ushbu o'quv mashg'ulot yig'inlari tayyorgarlikning ikkinchi bosqichi bo'lib, U23 yosh toifasidagi sportchilar uchun ayni shu kunlarda tashkil qilinayotgan O'zbekiston chempionati oldidan muhim hisoblansa, terma jamoaning asosiy tarkibi Ispaniya hamda Fransiyada tashkil qilingan xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlarida tayyorgarliklarini o'tkazib, ushbu mamlakatlarda tashkil qilinadigan Jahon Kubogi bosqichlarida yurtimiz sha'nini himoya qilishadi. Namanganской области, Ferganской области и Андижанской. Mashg'ulotlarda Namangan, Farg'ona, Andijon va Toshkent viloyatlaridan sportchilar ishtirok etishdi. Albatta yoshlarning salohiyatini ko'zdan kechirib, kuzatib bordik va kerakli xulosalarni ham chiqarib oldik. Aytish kerak, iste'dodlarimizda kuch, g'ayrat va xalqaro miqyosda yuqori marralarni zabt etish niyatlari jiddiy. Oldimizda Jahon Kubogi bosqichlari turibdi. Yigitlarimiz bor mahoratlarini namoyish etishlari shart. За границей везде есть искусственные каналы, олимпийские каналы. Biz uchun xorijda olib boriladigan tayyorgarlik jarayoni juda muhim. Sababi chet davlatlardagi sun'iy kanallarda mahoratimizni charxlab olish imkoni mavjud. Ular olimpiada musobaqalari talablariga javob beradi. Misol uchun, Fransiyaning 20 ga yaqin shaharlarining deyarli har birida kanallar mavjud. Sloveniya, Ispaniya, Slovakiya, umuman Yevropaning shaharlarida sun'iy kanallar bor. Bizda hozircha unday sharoitlar mavjud emasligi uchun musobaqa oldi xalqaro o'quv mashg'ulot yig'inlari terma jamoamiz uchun juda muhim. Sportchilarimiz yaxshi natijalar ko'rsatishlari uchun u yerdagi sharoitlarga moslashib olishlari zarur. Xorijiy sport bazalaridagi sun'iy kanallarning aksariyati olimpiada dasturlari talablariga moslashtirilgan bo'lib, atletlar uchun qulay. Shu qatorda Osiyo davlatlarida joylashgan sport bazalari ham havas qilsa arzigulik. Misol uchun Tailandning kattalar termasi O'zbekiston jamoasidan orqada bo'lsa-da, u mamlakatda yaratilgan yangi sun'iy kanalda shug'ullanib kelayotgan yoshlar ancha malakali va xalqaro arenada ko'rsatkichlarini yaxshilab borishyapti. Xitoy davlatida ham 10 tadan ko'p sun'iy kanallar yaratilgan. Ha, Chin yurti vakillari kuchli jamoa bo'lsa-da, bizning yigitlar ulardan o'zib ketishyapti va shohsupadan joy egallab kelyapmiz. Albatta, yurtimizda ham mana shunday sun'iy kanal qurilganida shogirdlarimizga jahon arenasida kuchli raqobatni yengib o'tish yanada osonroq bo'lardi. Нам бы просто канал построить, и Узбекистан, я думаю, уже будет конкурировать на Европе.
iyun oyida juda ham yirik musobaqalarimiz turibdi. Biz unga juda a'lo darajada tayyorgarlikka ko'rib olib boryapmiz. Trenerlarimiz, jamoadoshlarimiz maslahat berishyapti, yordam berishyapti. Biz ham imkon qadar harakat qilyapmiz. Murabbiylar shogirdlariga katta ishonch bildirishyapti. Termamiz kuchli sportchilar bilan shakllantirilgan bo'lib, o'z yo'nalishlarida tarkibda Pavel Egel, Janibek Temirgaliyev, Hayot Abdullayev, Samandar Saydullayev, Anvar Klevleyev, Sherzod Qurbanaliyev, Abubakar Bukanov va yosh iste'dodlarimizdan Ibrohim Nosirjonov va Asilbek Ernazdarovlar bugun yuqori natijalarni qayd etishyapti. Sportchilar uchun sharoitlar yaxshi bo'lishi katta ahamiyatga ega. Murabbiyning so'zlariga qaraganda, slalomchilarimiz yaqinda yangi zamonaviy qayiqlarni qabul qilish arafasida ekanlar. Четыре лицензии можно побороться. Biz 4 ta litsenziyani qo'lga kiritish imkoniyatiga egamiz. Kanoe va kayakda eshkak eshish bahslarida yakkalik, cross, kayak va short slalom yo'nalishlarida imkoniyatlarimiz katta. Tarkibimiz kuchli sportchilar bilan shakllantirilgan bo'lib, bizning salohiyat hamda imkoniyatlarimiz litsenziyalarga ega chiqish uchun yetarli. Anvar Klevleyev, Pavel Egel, Janibek Temirgaliyev va boshqa qator sportchilarimizdan umidimiz katta. Biz yanvar oyida Arab Emiratlariga o'quv yig'in mashqlariga bordik. U yerda juda kuchli sun'iy kanali bor. U yerda biz o'zimizning mahoratlarni aytib o'tganimdek eng kuchli sportsmenlardan sir asrorlarini o'rganib, ekstrem slalom yo'nalishi bo'yicha o'zimiz mahoratlarimizni ko'tardik. Biz ham albatta xohlab qolgan bo'lardik, O'zbekistonimizda ham shunday sun'iy kanal qurib berishlarini. Biz ham shu yerda o'zimizni sir asrorlarini o'rganib, kerakli qo'ldan kelgancha mahoratimizni ko'rsatishga va'da beramiz. Parij Olimpiadasi dasturidan o'rin olgan ushbu cross kayak yo'nalishiga o'zbek slalomchilari katta qiziqish bildirib, nufuzli bellashuvlarda munosib ishtirok etib kelishyapti. Umuman olganda, ushbu olimpiya siklida O'zbekiston termasi bir nechta litsenziyalarga da'vogar jamoalar qatorida turibdi. Albatta, bu yaqinda kelayotgan iyun oyida bizni ham kutib turgan jahon chempionati, jahon kubogi kutib turmoqda. U yerda dunyodagi eng kuchli sportsmenlardan hamma keladi. Shuningdek, biz ham qolishmaymiz. U yerda kuchli sportsmenlardan biri Joy Clark bo'ladi, Buyuk Britaniyalik. Shu kuchli sportsmenlar bilan u jahon chempioni hamda olimpiya chempioni hisoblanadi. Slalom ekstrem yo'nalishi bo'yicha jahon chempionati hamda olimpiya chempioni hisoblanadi. Shu kuchli sportsmenlar bilan birga bahslashamiz. Biz bunda to'xtab qolmaymiz. Oldinda bundan ham ko'p jahon chempionatlari, Osiyo chempionatlari va 2026-yilda Osiyo o'yinlari kutilmoqda. Biz bu 2026-yilda o'tkaziladigan Osiyo o'yinlariga har to'xtamasdan o'zimizning mahoratimizni ko'tarib borishimiz kerak. Oldimizga qo'ygan maqsadlarimizdan eng kattasi desam adashmayman. Bu olimpiadaga chiqib, o'zimizning bayrog'imizni ko'klarga ko'tarib, butun jahonga O'zbekistonni tanitish va O'zbekiston ham jahon miqyosida qomasini ko'rsatish. Oldindagi maqsad va vazifalar katta. Albatta, sportchilarimiz va ularning ustozlari ayni damda barcha diqqat-e'tiborlarini har bir bellashuvlar doirasida yuqori ko'rsatkichlarga erishib, shohsupadan joy egallashga qaratishgan. Umid qilamizki, ularning sa'y-harakatlari o'z natijasini albatta beradi.